Va nihoyat jigarlama o'z baxtimni topdim. U insonni menimcha hamma taniydi. O'zi bloger qiz. Uni men uchrashuvga taklif qilganman. Kecha Toshkent shaharga borib, o'yin o'ynadik. O'yindan u yutqizdi. Men bugun unga uni sevishimni, u inson menga yoqishini aytaman. Salom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Gullarga ochilib yuring deb sizga gul oldim. Rahmat. Yoqdimi? Yo'qda. Ketdik uni aylanamiz. Rozimisiz? Agar menga bo'lgan sevging chin bo'lsa, agar tanlaganing jonim men bo'lsam, uzaton qo'ling menga, sevgim timsoli uzuq taqayunga, baromanga. Kel yashaylik biz birga, bizning ertagimizda, do'stu dushman ichida ikkimiz oxirgacha. Xullas shunaqa gaplar. Guliston shahrimiz sizga yoqdimi? Ha, yoqdi. Chiroyli ekan. Bu yerga chaqirishimdan maqsad menga juda ham yoqdi. Menga turmushga chiqing. Nima?